Yaqin kunlarda Umra ziyoratiga kelmoqchisiz, lekin sizni qalbingizda qo'rquv va hayajon bor. Ushbu video aynan siz uchun tayyorlandi. Ushbu videoni ko'rgach, sizni qalbingizdagi qo'rquv va hayajon ozgina bo'lsa ham bosiladi. Aeroportga keldingiz, sizni mas'ul xodimlar aeroportda kutib olishadi va so'mka, nimcha, bejik, viza va shunga o'xshash kerakli narsalarni sizga topshirishadi va sizni aeroportdan registratsiyadan kuzatishib qo'yadi. Siz uyingizdan shuncha kilometr yo'l bosib Madina Munavvara shahriga, Rasulullohning shahriga, Rasulullohning mehmoni bo'lishlik uchun kelyapsiz, lekin quruq qo'l bilan kiryapsiz. Bu juda uyatli holat. Shuning uchun Rasulullohga, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ko'proq salovatlar, Qur'on, xatmlar olib borsak juda zo'r bo'ladi. Ya'ni salovat ko'paytirishligimiz kerak. 1000, 10,000, 100,000, million kerak bo'lsa, ya'ni salovatni aytishligimiz ya'ni o'zimiz uchun juda manfaatli, foydali bo'ladi albatta. Samolyotdan tushdingiz, bagajlaringizni oldingiz, registratsiyadan o'tib chiqishingiz bilan sizni Jidda yoki Madina aeroportida mas'ul xodimlar, ya'ni 50 boshi guruh rahbarlari aeroportda kutib olishadi. Va barcha guruh a'zolarini to'plab yig'ib avtobuslarga yoki tez yurar poyezdlarga joylashtirishadi. Madina Munavvaraga yoki Makka Mukarramaga kuzatishib, o'zlari birgalikda borishadi.